Hoş geldinizler efendiler. Hoş, undaqda şirin tuş programımızı hazır resmi aldı başlayımız. Undaqda səhnimizdə Şəmsiyə Əbəydullah. Assalamu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalamu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar. Ko'rayotganinglar ixlos shirin tush programmasi. Men Şəmsiyə Əbəydullah. Mehr muhabbatga to'lgan bu programma orqali sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xursandman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehrli qalblardan muhabbat izlab kelgan mahirlar. Shundaqla ahamiyatlik arzu armonlarga madadkor bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan shirin tush programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Oldi bilan programmamizning qoidasini bir qurib tushuntirib o'taman. Eng oldi bilan shirin tush mahirimiz sahnaga chiqib öz maharetini namoyon qiladi. Ondan o'zining shirin tush arzu armonlarini ko'pchilikka so'zlab berdi. Undan keyin men bilan aziz mehmonlar bilan shundaqla shirin tushlarning madadkori bo'lgan korxonchilar bilan fikrlashdi. Fikrlashish jarayonida agar korxonchilarimiz bu shirin tush arzu armonlarni ahamiyat deb qarasa, shundaqla qo'llaydiganligini, yordam beradiganligini bildirsa, albatta qizg'in qarshi olamiz. Ondan keyin shirin tush egisi tush markazimizga qadam qo'ydi. Bu chaqda naq maydondagi 150 nafar tomoshabin va 15 nafar korxonachi bilet tashlash orqali shirin tush egisining tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga kirmasligini belgilaydi. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'stimizning har biri birdan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga, 15 nafar korxonchimizning har biri 10 dan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga ega. Jami bilet soni 300 bo'lib, mahirimizning bilet soni agar 240 dan oshsa, undaqda u muvaffaqiyatli holda tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga qadam qo'ya oladi. Ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash o'tkiliga o'tgan mahirlarga tor, telefon yoki undidar saloni orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Oxirida programma guruhimiz bilet soni eng yuqori bo'lgan 3 mahirni tanlab chiqib, 50 ming yuan, 80 ming yuan va 100 ming yuan bilan mukofotlaydi. Albatta, shirin tushlarga madadkor bo'lgan bilet tashlagan qadrli televizor ko'rguvchi do'stlarimizmi programma guruhimiz ta'minlagan esil sovg'alardan bahramand bo'la oladi. Bilet tashlashdan burun va'da qilingan yordamlar ijro qilindi. Bilet tashlash faqat shirin tush egisining tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga kirmasligini belgilaydi. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Ata-bobolarimiz dunyo tushib kelgan. Mahmud Qashqari, Yusuf Qas Hojib, Abduqodir Domulloh, Abduxoliq Uyg'urga o'xshash sonsiz azamatlarni tarbiyalagan xalqimizning farzand tarbiyasi haqidagi ko'z qarash va aqidalari turmushimizning har bir qatlamlariga singib ketgan bo'lib, bugungi kunda biz uchun qimmatli angushlar. Dunyoning o'zgarishi, taraqqiy qilishi bizning turmush shaklimiz va qimmat qarashlarimizga yangi o'zgarishlarni elib keldi. Bog' orolliq o'ylalardan egiz binolarga ko'chdik. Haru maplarda emas, mashina, poyez, aeroplanlarda o'tiradigan bo'ldik. Bolalarni top bo'lishib talalarda yugurib o'ynashdan uy ichida yolg'iz kompyuter, tor o'yinlarini o'ynaydigan bo'ldi. Hozir bolalar bolalikqa qansun deganni ko'p tashabbus qilyapmiz. Buni ko'pinchalar bolalar o'yinga qansun, tabiatga qansun deb tushundiği deyman. Meningcha bolalar mayli nadil yashsin, ota-onasining bag'ri qangandilar, ondan bolalikqa qanalaydi. Hozircha bizda farzand tarbiyasi mukammal bir fan sifatida maydonga chiqmagan bo'lsa-mu, lekin bu vaqtda muhokama yig'inlari ichilyapti. Kitoblar nashr qilinyapti. Ota-onalarning mushu fursatlarga umidlarini bog'lab, bolalarini har xil kurslarga beryapti. 1814-yili 4-oyning 10-kuni yana buni kirgizildi. Inchkilik bilan laylangan qisqarliq o'yinlar ota-onalarning bolasini tarbiyalashini zo'r darajada osonlashtira oladi. Kitapning eng chong alohidaligi shuki, bola o'yin o'ynay oladi. Ota-ona o'yin orqali bolasiga bilim bera oladi. Ota-onaning bolaga hamroh bo'ladigan vaqti ko'p bo'lg'achqa, bolada odat yetildirish, dunyoqarash va qimmat qarash shakllantirishda o'z ideyasini singdira oladi. Bu o'yinlar an'anaviy o'yinlardan farqli holda qolsin. Biz bolalarimiz bilan o'ynaylik. Ota-onaligimiz qolsin.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar, qarshi olamiz. O'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar? Assalomu alaykum baholovchilar, assalomu alaykum korxonchilar, tomoshabinlar. Televizor ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, hammanglarga salom. Men Bilal Yaqub, Shinjon gazetining tarjimoni. Men Aynur Dolqun, Shinjon gazetining muharriri. Shinjon gazetidan bu boya deb o'tgan kitobni ishqinlar tuzib chiqdinglarmi? Na, Ishqinlar tuzganmi? na, yo'ldishim tarjimasini qildim. Royaldan ishqinlar. Voy muborak bo'lsin, bek yaxshi bir kitobni tuzib chiqibsizlar. Men hozirda tezroq mush kitob chiqsa bir setib olsam deb o'ylab ketyapman. Men o'xshash onalar, dadalar, ham ustozlar cho'qim men o'xshash hissiyat deb o'ylayman. Bir oy chidab turamiz. Ha? Bir Bir oylarda chiqdi. Bir oylarda chiqdi. Undaqda orzuyinglar? Orzuyim sal chiqdi. Birla orzuyinglarni deyishga bo'ldi. Mening kitobxo'marlar fondi qurg'im bor. Bu bizning tunji emgakimiz. Bizda ijtimoiy fan sohasida falsafa deymiz, jamiyatshunoslik, psixologiyaga oid nurg'un bo'shliq bor bu sohada. Uning ustiga bunday asarlarni tarjima qilmoq odatdagi tarjimonning qo'lidan chiqmaydi. Sal murakkab. Shunlashqa mening xiyolim bir turkum munavvar tarjimonlardan tarjima guruhi tashkillab, andan keyin mushu sohadagi, dunyodagi nodir asarlarni tarjima qilib, o'z tilimizga aylantirib, kitobxonlarga sunsak degan orzuyim bor. Men hamda bu yerga mushadagi korxonchilarni shundaqla televizor ekran oldidagi ham jamiyatdagi saxovatchi boylar, korxonchilarni shu bizning kitobxo'marlar fondiga a'zo bo'lishga taklif qilib keldim. A'zo bo'lishning sharti qanday? Odatda bir kitobning tarjimasi uchun odatda 70 mingdan 100 minggacha atrofda chiqib ketadi. Endi bizga mablag' jihatdan o'shunda qo'llaydi, mablag' jihatdan yordam beradi. Tarjimon tashkillaydigan, nashrga tayyorlaydigan, undan keyin biz nashriyatlar bilan aloqa qilishadigan, bosadigan ishlarni hammasini o'zim qilaman. Shu masalan fondiga a'zo bo'lganlarni shulardan mablag'i chiqqan korxonlarning biz kitobning muqovasining keyiniga shu korxonchilar alayda qo'llaganda shularning nimasini u fondiga a'zo bo'lish uchun mablag' chiqarish kerak, shundaqmi? Eng tuvanchiki bormi? 5 ming. 5 ming yuan. Tushunishib bo'ldi. Arayal ishqinlar bir so'ng 90 so'nglar degandek, qani ayolingiznikini anglab boqaylik. Bugungi shu kitob hamda bizningki tunji emgakimiz hisoblanadi. Hamda bu ijodiy emgak emas, lekin Karl Witterning farzand tarbiyasi degan kitobdagi Karl Witter o'zining bolasini tarbiyalash jarayonida, ya'ni 0 yoshdan 6 yoshga to'lgan oraliqda bolasiga barliq bilimlarni, mayli til, matematika, odat, fazilat, safa, xarakter, mushu tarafdagining hammasini o'yin orqali o'rgatib ekan. Shuning bilan ondan bu xanzucha bir kitob bo'lib chiqibdi. Biz bu kitobni ko'rgandan keyin shu o'yinlarni uyg'urchalashtirib, ba'zi mazmunlarni o'zimizga moslashtirib, ondan biz shuni 3 qism kitob tuzib chiqdik. Kitobning alohidligida tilni yutish uchun qanday o'yinlarni yutadi, matematika yutish uchun qanday o'yinlarni yutadi, odat yetilir uchun qanday o'yinlarni yutadi, hammasi bilak-bilak bo'yicha aniq ayrilgan. Maxsus mush o'yin bilan tarbiyalash to'g'risidagi mazmunlarni julib oldinglarmi? Karl Witterninki farzand tarbiyasi degan kitobni men o'qigan. Shuning ichidagi ba'zi mazmunlarni ilib, o'yin bilan tarbiyalashga munosabatli mazmunlarni ilib bir kitob tuzinglarmi yoki shu kitobni tarjima qilib sundinglarmi? U kitobda nazariyavilik yuqori. Hamda biz tadbiq qilganlarmi yoki bizning abiliyetimizga? Tadbiqladik. Xanzuchi materiallardan to'plab tadbiqladik. Hamda kitobning birinchi bo'ligida Karl Witterning nazariya qismi bor. Ikkinchi bo'ligida uningga moslashtirilgan o'yin bor. Endi oxirgi bo'ligida o'sha o'yinning izohi bor. Hamda mandaqcha aytganda biz tuzgan bu kitob shu chiqqan Karl Witterning farzand tarbiyasi degan kitobning o'yin konkretlashtirilgan, o'yin qo'shilgan nusxasi. Ha, tushundik. Unda bo'lsa bu kitoblar tuzgan kitoblar bek yaxshi bo'libdi, foydalanish qimmat bor ekan deb o'yladim.
Manga konkret arzuyinglarni deb beringlar. Qaysi arzuyinglar bugungi Shirin tush programmasida amalga oshishini arzu qilsizlar? Shu kitobxonlar fondi qurish arzuyimiz bor. Qani, aziz mehmonlar, korxonachilarning qanday gap so'zlar bakin? Mao farzand tarbiyasi degan kitob bizningki xalqimizga, mush jamiyatimizga intayin ehtiyojli kitobcha bu. Bu hozir endi bizningki samoviy ustozlarimizdan bir so'rabdi-ku. Mening balam hozir 3 kunlik bo'ldi. Men balam qanday tarbiya bersam bo'ldi desa, u zot debdi. Kechikibsa. Sen 3 kun kechikibsa deb javob berib ketdi. Biz balani qanchaki burun tarbiyalasak, shunchaki yaxshi natija beradi bizga. Shunga mush kitobinglar bizning jamiyatimizga, xalqimizga, millatimizga intayin ehtiyojli kitob. Shunga mush kitobingning nashr qilinishini chin dilimda umid qilaman oldi bilan. Hamda bu kitobni fondi qurish ma'lum bir organlar tarafidan bo'ldigan ish bu. Cho'qim iltimos sunib, undan keyin ular tasdiqlagandan keyin andan fondi quramiz. Bu ma'lum bir jarayon o'z ichiga oladi. Lekin mushu kitob fondi qurish orzuyinglarning bek yuksak ahamiyati bo'lganligi uchun bugungi korxonchilar ifoda bildirsa tamamen bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Hozirda bizning savatdoshimiz magistrov. Ha? Yaxshi o'qigan, qarasam ishim shunda obda ish qilibdi. Hamda balaning besmaqda eshib ketdi, qarasak shu burdi kitobni ko'tarib yuridi, lekin u balalarimiz yo'g'ongan siri, cho'g'ilgan siri bilimdan yiroqlashib ketib bordi. Biz ashta bir ugundiga odatini biramlagan bo'lgandan keyin kutgan umidga erishmayapmiz. Nayt ahamiyatli yaxshi ish bo'libdi. Sizning ishinglar o'zimizning ishi albatta qo'llaymiz. Bayam Muxtar apandim degandek avval ash rasmiyatni bejiringlar. Anandan keyin Abida shirkati eng avval sizning mush fondga a'zo bo'lib, iqtisodiyatdan bo'lamdi, ma'naviy jihatdan bo'lamdi. Chunki men majat qismimni qila olmayman, qilishib turman. Uning chata yo'qchimi? Uni bilaman. Rahmat. Farzand tarbiyasi degan kitobni nashrga yo'llab qo'ydingmi yoki yo'llanmadingmi? Nashrga yo'llamoqchi. Hamma rasmiyatlar hozir taqib bo'ldi. Uni sizlar shaxsiy nominglarni yo'llamsa yoki biror shaxsiy nomimiz. Hamda Navoda hamda bizningki Şinjan Entil Medeniyet Tarih şirketimizningki chiqarishiga yo'l qo'yib qolsanglar hamkorlashib chiqarsak bo'ldi. Iqtisodni biz chiqarib. Chunki men har yashamim shu farzand tarbiyasi to'g'riliq radioda nasihat berayotgan. Men bu intayin qiziqadigan ham tadqiq qilayotgan bir tema bu-chu. Agarda endi shu jihatdan Navoda hamkorlashaylik deb qolsanglar, bizning shirkat shu kitobningki nashriyotiga ketadigan mablag'ni biz chiqarib, biz bozorga solsak bo'ldi. O'ylashib baxsang bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Bilal apamda nayt yaxshidan birini qilibdi. Bizmi shu ishni qilyapmiz. Siz odatda ming xatni qancha puldan tarjimaga qilasizlar, sizlarning fondi qurilib qolsa? Endi biz bu jihatdagi kasbiy xodimlarni ishlatadigan bo'lg'achqa balkim 120 dan 200 gacha og'irlikda bo'lishi mumkin. Kitobning salmoqqa qarab. Buni so'rashim sabab bor, chunki men yaqinda Shabiyam deb o'tdim bir hayotlik qonuniyati yoki yashash ipi deb ism qo'ymoqchi, shu kitobni tarjimaga o'rlashtirgan 5 qism. Ba'zimi Abdumraynik yaxshi tarjimalarni deb qildim. Ba'zi bir qadar muvofiq. Keyin mush farzand tarbiyalash to'g'ri so'zligim kelib qoldi. Hozir farzand tarbiyalash bir qadar tasdim bo'lib qoldi. Janubiy Shinjongdagilar Urumchiga o'tkab tarbiyalayotganlar bor. Urumchiga ba'zi bir ota-onalar ichkiliklar tarbiyalayotdi. Ba'zi ota-onalar iqtisodiy ahvol yaxshi Yevropalarda tarbiyalayotganlar bor. Mening bir do'stim bo'lgan, Belqut shirkati deb Belqut xazinasini chiqargan. Bu do'stim mush farzandlar uchun bir umr hayotini atagan. 38 yoshgacha ishlab, hamda to'y qildi. Mush farzand tarbiyalash dasturini o'zi bevosita tarjima qilmasdan yozdirib, bizga mos kelgan qilib qo'ygan nurg'un farzandlarga tarbiyalaydigan bolalar cho'chaklar, bolalarning tilini chiqarish, shunday nurg'un kitoblarni qilgan. Bu emgak bir qadar zo'r emgak. Lekin buni bizning jamiyatimizda hozir qabul qilish bir qadar ta'sir qilyapti. Uning tijoratini tatib men fuqama shu mavi kitob endi chiqariblam qo'ygan bilan emas, buni xalq o'qiydigan qilish uchun nihoyat zo'r tashviqot ketdi ekan. Shu mushi jihatlar nihoyat kuchimisak bizning kitoblarni olmaydi ekan. Iskladda liq kitoblar vojib mush farzandlar to'g'risida kitoblar-chu. Lekin nihoyat ostimadi ekan bu kitob savdosi boshqa savdoga o'xshamaydi ekan. Lekin dunyoda 3 cho'ng savdoning birisi kitob savdosi ekan. Shu bo'lsa, men cho'ng savdoga kiribsizlar,
belni ching bog'lab aldırmay sabrchanlik bilan salsak buning manfaati nihoyat yaxshi bo'ldi. Lekin ota-onalarga tavsiyasim farzandlar bizning barlig'imiz, bizning avlodlarimiz. Bularga bizning beradigan mehrimizdan sirat beradigan nurg'un narslarimiz bor. Kitobni bularga hamroh qilsak, men necha kundan o'zimiz programmada kitobni so'q qilyapman. Mush kitobni bir-birimizni so'q qilgan qilsak degan umidda. Sizlarning amgikinglar yadi qolmasin. Rahmat. Bizning men ba'zi saboqdoshlar yoki bo'lmasa do'st birodarlarni uchratdim, ularning bolalarini yaramli qadam qilg'isi bor. Lekin hozir jamiyatda bolasini san'atchi qilish, bolasini talantli qilishning bir xil shakli bo'lib qoldi. Shuning hamda markazlashib qoldi. Ba'zilar boshqa xil tarbiyalashni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin konkret tarbiyalash usuli yo'q. Endi shunlashqa biz bu kitobni uchirgandan keyin ko'rib, uning haqiqatan foydalanish qiymati borligini bilgandan keyin, endi keyin dastlabda mush ishni qilaylik deb tarjimaga tutishgan. Nəhayət yaxşı oylabsızlar. Assalamu alaykum Bilal efendi. Va alaykum assalom. Ben yukarıda sizinki yazmoqchi, ishlamoqchi bo'lgan kitobingizni olib nəhayət xursand bo'ldim. Shunlashqa siz o'ylagan fondingizni tasdiqlab qilgan vaqtda bizniki qaydur shirkatimiz sizning fondingizga a'zo bo'lishni to'g'ri topdik. Shunlashqa men qo'llayman sizni, rahmat. Rahmat. İnternet sahirimizde bizden kitap bo'lgan kitap deymiz endi mazmunlarimiz shundoq azda bizning Uyg'ur tilidagi internetning aslida kitobning mazmunlari bak az. Nima uchun az degan vaqtda bu yerda balkim iqtisod qiymat yaratib akab beramasligi mumkin. Masalan, boshqalar ko'chirib taqib degan. Lekin biz bu yili yangi bir turni tadqiq qilyapmiz. Bu shu yilning oxirigacha biz bu maqsadni ishlab chiqaramiz. Şu vaqtda ang'ishlarning kitoblarini chiqib, u joyda fondlar ta'sis bo'lsa, ularga cho'qim bizim birinchi qatnashimiz. Shu vaqtda men sizdan hamkorlashib, shu kitoblarni internet sohasiga yo'tkaydigan bir yo'lni ochsak deb o'ylayman. Nima uchun degan vaqtda bizning abonentlarimizning internet chiqish nisbati shunday yuqori. Bo'libmi telefon orqali chiqadigan abonentlarning nisbati shunday yuqori. Amalanning videolar va o'ynaymiz. Ana o'shancha vaqtimiz bor. Kitap o'qisak bo'ldi shu internetda. O'qiy desa, internetda kitob yo'q. Bu mas'ulni yaxshi o'ylasanlar bo'g'dak. Hamkorliklarning muvaffaqiyat bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Undaqda Shirin Tush markazimizga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Shundaqda karxanchilar. To'liq numar 150 bilet. Shunday qilganda jami erishgan bilet soninglar 282 bilet. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli orzuingizni tanlash o'tkilimizga muvaffaqiyat qildi o'tdinglar. Muborak bo'lsin. Farzandlarga ko'ngil bo'lish kelgusiga ko'ngil bo'lish demakdir. Farzand tarbiyasi qandoq yo'sinda ip berilsa, kelgusimiz shu xil qurilmada shakllanadi. Farzand tarbiyalash temasida izlanayotgan Bilal Yaqub bilan xonimi Aynur Dolqun yosh ota-onalardan bo'lish sifati bilan hammamizni suyuntirdi. Shundaqla qizg'in madad va olqishlarga muyassar bo'ldi. Davlatning madaniyat san'atga qaratgan qo'llash siyosatlarining turtkisi va o'z ijtimoiy majburiyatini his qila olgan ziyolilarimiz va har soha kishilarining madadi bilan nashriyat sohasidagi bo'sh qilayotgan turlarning to'liqlanib dengishiga ishonamiz. Ota-onalarning farzand tarbiyalashga texnik ko'ngil bo'lishini tashabbus qilamiz. Shart-sharoiti pishib yetilganda kitobxumarlar fondimi ko'z oldimizda namoyon bo'lsin.
singlim. Aleyküm assalam. Assalamu alaykum karxanchi ustozlar. Assalamu alaykum. Muhtaram şu Shirin Tush programmasini yo'l qo'ygan sevimli kishilarimiz, naq maydondagi va ekran oldidagi ko'rurmanlar, Yengsar qizi bu xalcha Mehmetdan hammanglarga o'tliq salom. Singlim, maktabda o'qiyapsiz? Qaysi maktabda? Hozir Yenik sanoat kasbiy texnik institutida o'qiyapman. Bo'ldi, undaqda orzuyingizni anglab boqaylik. Mening orzuyim sizga, ya'ni Shamsiya odamga riyosatchilikka shogirdlik kirish. Pah. Bo'ldimi, bu orzu bilan keldingizmi? Ondan ham kichikkin telefon batdi. Birla orzu hisobchimi? Bo'ldi. Men yana 20 yildan yaqin menga hem onalik, hem dadılık, hem qarindoshlik mehrini berib kelayotgan o'zim meyip bo'lsin, meni yaqindan qo'llab-quvvatlab o'qishimga kechiringlar, hayajonlanib qoldim. Hech qisi yo'q singlim, hech qisi. Meni qo'llayotgan dadamga rahmat aytaman. Şu Qaysar suyumlik dadingizga bizning salomimizni yetkazib qo'ying. Qani qadrli qarindoshlar, alqishlarimiz bilan shu dadimizga bir salom berib o'taylik. Qaysar bo'laylik. Undaqda sizning orzuyingiz shartsiz amalga oshadi. Riyosatchilikka qiziqsangiz, keling, har vaqt men sizga bilganlarimni so'zlab berishga tayyor singlim. Uningdan boshqa riyosatchilik kasbi jihatda sizga bilganimni deb berishdan boshqa, bundan keyingi turmush ishlaringizda dadingizning ahvolini deb o'tdingiz. Shunlashqa shu jabbarkash dadining yukini yengiltish uchun turmushdagi har qanday qiyinchiligingizga kuchimning boricha yordam qildiganligim to'g'risida va'da beray ko'pchilikning oldida. Undaqda bundan keyin singlim hadi singil bo'ldik ko'pchilikning oldida hadi singil bo'lishdi qanday qishingiz bo'lsa men bor singlim shirin orzuyingiz reallikka aylandi. Asli men mush maktabning Mavuz san'at institutining doktor riyosatchilik kasbiga qabul qilingan, lekin iqtisodiy sharoitimiz yor bermaslik sababli hozir shu Yenik sanoat kasbiy texnik institutida o'qiyapman. O'qiyotganim bilan hali ham dadamni japada qo'yg'im faqat yo'q. Agar korxonchilar menga bir tarafdan o'qib turib ishlaydiganga bir fursat beradigan bo'lib qolsa, men har qancha japa bo'lsa-mu korxonchilar bilan hamkorlashib bir tarafdan o'qib turib iqtisodiy kirim yaratsam, dadamni japada qo'ymsam degan orzuyim bor. Uyda yana kim bor dadangizning qishida? Yolg'iz. Dadingiz yolg'izmi? Siz o'qish bitirib bo'lguncha biz yilda 5-oyda o'zimizning to'g'ri bekat e'lon qilamiz iltimos etildi. Toshqizlar boshlayotgan anondan keyin o'qish bitirib bo'lguncha biz sizning o'qish bitirimizni biz ko'tarib berdi. Anondan keyin xalab qolsin shirkat kelib atolib ish iltimizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerdan Shamsiyadan shogirdlik qilmadi dedingiz. Bu pek yaxshi. Demak sizning mushtaq riyosatchilik, muxbirlik ishiga qiziqishingiz bor ekan. Shundaqmi? Men buni qilay. Bizning karvon to'riga keling, sizga muxbir riyosatchilik ishlarini beraylik. Bizning karvon to'rniki muxbir riyosatchilikni aytmang. Dadingiz yangi soat ekan emasmi? Bizning Qashqarda bog'da turganimizning tarmoqda turgansiz va dadingizningki shu salomatlik tekshirish va boshqa salomatlik munosabatlik barliq mulozimatlarni biz qilib berishda ya. Rahmat. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Bizningki Al-Xumar shirkatimizmi bu yildan boshlab o'qishda qiyinchiligi bor. Ham shunday farzandlarimiz uchun o'qishda yordam berish turini yo'l qo'ydik. Biz shu 7-oyda buni o'zimizning to'r bekitida e'lon qilamiz. Agar sizningki yurtingizda va maktabdoshlaringizda shunday o'qish qiyinchiligi bor, o'quvchilar bo'lsa, tunishtirib nima qilsangiz biz iqtisodiyotimiz shirkatimiz Al-Xumar shirkatiga yordam beramiz. Rahmat. Har bir omadning keynida yushurun xavf bor. Unimi deganda sizning yaxshi o'qimasangiz, siz yaxshi o'qimasangiz, bularning hammasi sizga nisbatan bir xavf hisoblanadi. Shuning uchun buning eng oldingi shart yaxshi o'qish kerak. Bo'ldi. Rahmat.
Dadınızı meyip dediniz. Meyiplik ahvalını tuluk demediniz bu bir. İkinciden sizni qandaq baktı, qandaq o'qitdi, bu to'g'risida hech qanday hammasini akıllarınız mardlik bilan, sehilik bilan berib etdi. Bizning Uyg'ur korxonachilar mana bunda sehi. Bu sehilikdan boshqalar bekor yolg'onlar foydalanib ketmaslik uchun siz rost ishni so'zlasangiz, andan qolgan gapni deymiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq xalqim, sizlarga mendan cho'nqur salom. İsmim Abdug'ani Abdumijid. Atış'tan. Hizmet o'rnim Jungo ko'chma xabarlash guruhida Qizilsuv sho'bishligidan. Xizmetdagi vazifam shofirlik. Bu quyosh sistemasi. Bunun hareket kanuniyeti qandaq deb so'rasam, ihtimal hammalar o'rtaq bilishinglar mumkin. Bu Newton efendininki 1678 yil o'tirib qo'ygan. Olamlik tortish kuchi qonuniyatidan foydalanib shunda harakat qiladi deb o'ylashinglar mumkin. Hammalar shunda deb qaraysizlar. Ammo men unda qaramayman. Bu masala mana navada tortish kuchi haqiqiy mavjudmi, mavjud emasmi? Men masalani hozir diqqat bilan ansonlar tushunsachi, navada tortish kuchi mavjud bo'lmasa, mushu ekrandagi orbitalik harakat qonuniyat shakllanamdi yo'q? Noto'g'ri. Shakllanamdi yo'q? Minut shakllanadi. Bu orbitalik qonuniyat tortish kuchi bo'lmagan avvalida sirtdan besim kuchi bo'lgan avvalida şekillenishi mümkün. Navada Newton efendi aynı vaqtda besim kuchini tortish kuchi deb tushunib olgan bo'lsa, biz 328 yilning yoqi ihtimal xatolashgan bo'lamiz qanday insonlar. Buni yer markaz ta'limoti, buni Grisilik faylasuf Aristotel buningdan miloddan ilgari 340-yili bu yer markaz ta'limoti o'tirib qo'ygan. Buningda yer tüptüz taxtaydek bo'lmasdan agir şekillik, ya'ni yoy tuxum şekillik bo'lib, yerni markaz qilib, barliq planet, quyosh buni markaz qilib aynida o'tirib qo'ygan. Bu qonun 1854 yil yer sharida hukm surgan. Şu vaqt ichida ihtimal yerda 20 milliard yaqin insonlar o'tgan bo'lishi mumkin. Hech kim gumonlanib bo'lmaydi bu masala to'g'risida. Taki 1514 yil kelganda Quyosh markaz ta'limotini Kopernik efendi o'tirib qo'ydi. Bu Kopernik bir din tarqatuvchi. Ayni vaqtda Kopernik efendi bu nazariyani o'tirib qo'ygan vaqtda nurg'un xalq ishonmadi. İşinmedi. Tak 70 yılgacha ishonmadi. 70 yıl bo'lganda buni İtaliyalik alim Galilei, Germaniyalik alim Kepler shikse bir durbu yasab olamni kuzatgan. Durbu yasash orqali Quyosh markaz ta'limotining bayqidek chambar bo'ylab harakat qilmasdan bu ilpsimon harakatda ekanligini bular durbun orqali statistik analiz qilib buni o'tirib qo'ydi. Buni ammo o'tirib qo'ygan bilan buni harakat qonuniyati ne tushuntirib beramiz. 0 nimaga teng? 0 1 elingan 1, 2 elingan 2. İhtimal yer sharida nechilik inson bo'lsa, shunchalik odam 0 ga o'xshamagan darajada javob bera olishi mumkin. Tam mustaqilcha Newton nazariyalab turib turadi-ku. Undan keyin 1905 yil kelganda Albert Einstein yüzüneki Newton o'tirib qo'ygandek mutlaq bo'lmasdan zaman makanni nisbiy holatda ekanligini o'tirib qo'yish asosida, ya'ni olamlik tortish kuchiniki mushu kuch sehritini mustaqil o'tirib qo'ydi. Ammo lekin meningki buni hozirgi mushu olamning ichki qurilma tuzilmasiga o'xshamaydigan boshqacha meningki ko'z qarashim bor-ku. Olamda hozir 4 xil kuch mavjud. Elektromagnet kuchi, kuchli ta'sir kuch, ojiz ta'sir kuch, olamlik tortish kuchi. 4 xil tortish kuchini mening nazarimda yo'q deb
e'lon qilib yo'q deb faraz qilib mushu 4 xil ta'sir kuchniki o'rtaq nuqta, o'rtaq rayon, o'rtaq vaqt, ya'ni o'rtaq o'xshashlikni tep chiqib, analiz qilib, yangicha bayqash o'tirib qo'yaman. Hozir men bir nazariyani mushtab yezib tamomladim asosan. Men bu maqolniki temisi harakatdagi jismlarniki nisbiyligi va mutlaqligi to'g'risida. Hamda men 1999-yili Şinjan Poçt Telegraf Texnik İşler Mektubu'niki monitör kesip bitirgan. Dal 1999-yildan tatib o'qish deganda tatib vaqtning fizikalik ma'nosi nima degan savolni kallamda kelib, mushu masala to'g'risida o'zligimdan fizikniki, issiqlik ilmi, harakat ilmi, kvant mexanikasi, nisbiylik nazariyasi, atom fizikasi, elementar fizikasini o'zimning bilishcha, o'zimning kuch qudratining yetishicha o'zligim degunib, o'xshamagan o'xshamasliklarni bayqab, mushu nazariyani hozirgi men degan bayqa harakatdagi jismlarningki nisbiyligi va mutlaqlik to'g'risida bir maqolani bitirib chiqdim. Bu yakilishdagi maqsadim nazariyani tarjima qilib, xalqarodagi eng nufuzli yo'llarda e'lon qilish. Arzuyunuz. Shundaqmi? Siz Newtonning o'tirib qo'yganida amaliyotlarga nisbiylik nazariyasi deymiz, bu doimiy tortish kuchi deymiz hammasi. Demak, siz degandek bir nazariya. Lekin u o'zining nazariyasini eng zo'r darajada izohlab bergan, tushuntirib bergan. Biz o'shunga ishimiz hozir. Hozir men o'tirib qo'yganimiz nihoyatda o'zgacha qarash, yan qarash. Buning uchun biz buning bir nima qilsak, buni bir izohlamasak, sharhlamasak bo'lmaydi. Masalan, bizning boshqalamasak Uyg'urning ichida fizik sohasida, matematika bilan fizikada haqiqatan ilg'or olimlar bor. Masalan, Savchimal Davlatxon bilasiz qachon. Nazariya fizikasida dunyo oldin qator turgan olim hamda. Navoda xohlab qolsangiz balki siz buni bilishingiz mumkin. Men uchrashtirsam bo'ldi sizdan. Munozaralatsam bo'ldi. Yan birisi sizning bu nazariyangizni bizning ishimizdan cheklanib qolsa, biz sizga gapni rostliganda bizning tadqiqot kuchimiz chog'liq bir narsa qilib beraman. Buni avval inglizcha tarjima qilamiz, xalos tarjima qilamiz. Nufuzliq matbuotda e'lon qilamiz. E'lon qilib bo'lgandan keyin, anadan keyin munozara qo'zg'aldi. Shu vaqtda siz o'zingizni bag'asini mukammallashtirsangiz nazariya pishib chiqadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom alaykum. Maqsadni ayt aniq deganda meyadalik qalish boshqalar qo'yiladi. Akimizning maqsadi nima ekan desa, faqat mushni o'rtoqlashib, mushni tarjima qilib, xalqaro matbuotlarda e'lon qilib, buni isbotlaydigan yordam beradigan atrofimda menda bir qo'shin bo'z demoqchi. To'g'ri. Hozir men nazariya kichik nazariya emas. Buni o'z vaqt Qosim Kamol Newtonning mushu nazariyasini ag'dirib tashlayman deb chiqqan. Bugun siz chiqdingiz. Bu chiqish kerak. Bu faxrlanarlik ish. Rahmat, rahmat. Endi men sizga qila oladigan bir ishim bor. Mening yonimda Yaponiyada maxsus jo'grafiyada o'qigan, NASAga imtihon berib shu yerga ketib qanmoqchilab, lekin ma'lum sabablardan borma yenimda ishlayotgan bir singlimiz bor. Sizningki mushu nazariyangizni nihoyat yaxshi tushunadi. Ham sizlar ham suhbatlaydi. Xalab qolsangiz tushgandagi menizdan men shu singlimizdan shikonni tunishtiraman. O'tirib inglizcha maqolani yozib e'lon qilsangiz, mushunda e'lon qiladi, gap yo'q. Inglizim nihoyat yaxshi. Anda men nazariyani o'zra fikrlashsanglar bo'ladi. Men buncha yordam qila olaman. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Men sizning kayfiyatingizni bekobdan tushunaman. Chunki biz bir yilning oldida bizning ishxon bir bola bor. Qalisi yomon o'tkirim. Siz naq mush temada biz degan 3 kun parangiz ketganda munozara. Bu bir o'tgan bu. Buningga kirib qolgan odam ne iliqi odatga odamga kiraman deb kiramaydi ekan. O kirib qolgan odam odatga emas, qalbga shunda ishdi. Demak, mening sizga demoqchi bo'lganim ekan. Ashu bolani men sizga tunishtirib qo'yay. U bola mushu jihatda nurg'un masalan Qosimdek akasilar nurg'un paranglashgan. Buning o'ziga ideyasi bor. Cho'qim sizning mushu nazariyangizga foydasi tegadi deb o'ylayman. Men faqat mushunda bir 10, 20, 100 mushunda o'ttagan kan xalqimdan ashuni tushiradigan xalq bo'lsa, shular bilan dars so'zlash orqali, yalnız men 1-2 soat, yoki 3 soat dars so'zlash orqali fikrlashish orqali o'zimningki nazariyasini shular bildirish, singdirish. Mingning ichidan bir tushunsa men uchun g'alaba. Hammani tushuntirish men uchun vazifa emas. Biz agarda imkoniyat yor berib qolsa, siz
Akmetlik Arzu X'in tanlash o'tkiliga o'tib qalsangiz, programma gruppimizdan Şinjan Universiteti, Şinjan Pedagogik Universiteti qatorliq nopozliq oliy maktablarning fizika fakultetidagi nopozliq zotlar bilan sizni uchrashtirishga tirishchilik ko'rsataylik. Bo'lamdi? Rahmat. Sizga uqtilaymiz. Demismi bek cho'ng temada zehningizni bek cho'ng temaga sarf qo'ydingiz. Bu oson ish emas. Shu g'ayratingizga aprin aytamiz. Sizga muvaffaqiyat uqtilaymiz aka. Keyingi natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mush nazariyalarga jang e'lon qilishga petinganligingiz bu bir g'ayrat, jasorat. Qo'shindaqda tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Qo'shindaqda tarxanchilarimiz to'liq numur muborak bo'lsin. 150 numur shunday bo'lganda sizning eng oxirida erishgan numeringiz 261. Tunji fasllik Akmetlik Arzu X'ni tanlash o'tkiliga muvaffaqiyatli holda qadam bosdingiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. O'zi oddiy shopirlik xizmati bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-mu, lekin nazar doirasi olamlik qonuniyatlarga tikilgan hamda bu haqda tafakkur qilayotgan Abdug'ani apandi she'rin tush sahnasiga o'zgacha bir orzu bilan yetib keldi. Shundaqla munosib qo'llashga erishdi. Programmamizdan bu soni tarqitilgandan keyin Abdug'ani apandi o'tirib qo'ygan yangi ko'z qarashlarning kasb ahllarining diqqatini tortishini hamda bu haqda ilmiy munozirlarning qanot yeyishini umid qilamiz. Assalomu alaykum. Hurmat qarindoshlarim, men sehrlik suv makoni Shamol shahri To'qsinnoshidan kelgan Nabijon Sharif Nojim bo'lman. Rahmat. Qarshilamiz. Men endi rostini desam, o'zim kichigimdan yumur chaqchaq, mushu g'uljuning chaqchaqlarini anglab cho'ngan, men navbatda mushu qarindoshlarimga mushu o'zimizning amaliyotdan o'tgan mushu bir amaliy misolni bir chaqchaq qilib bersam. Mening bunda bir ikki qo'shkizak bir agnamatda bular shundoq igiz g'ol shu divda hilamzodi. Ozodi ko'ga odam bir xil qo'qida bir ayollar urushib qolsaqmi, shular shu ikkisi bo'lsa biz qo'rqmaymiz. Shuning bilan yillar o'tdi, hammamiz to'y qilib ketdik, turmush qurib ketdik. Shuning bilan bizning yana bir og'ayimiz borda, bek shahochi, g'aybat shikoyat degan sukidi zot. Bir kun ketdi, adaş, maynak, embat bilsemet, xutundun qo'rqdi ekan. Nimada? Xutundun qo'rqdi ekan. Voy, menga bir metr to'qsan bu odam qanday bu ishkisidan qanday xutundun qo'rqdi desa, ishonmadim. Shuning bilan achchig'imda uyga bordim men. Bir haqiqiy ahvol rost ko'rdim. Izib o'tdim yurakni. Shuning bilan maynak uyga kirdim. Ahmad og'ayning aka qana akang sen akam bilan adam mana sayga chiqib ketgan dedi. Burada Fransalish turdik, keyindilla aksikirdi. Kirib adash qanday bo'lganda ko'rishdik. Shuni angsam maynaqchilarni xotundun qo'qit deydi. Mujin deb anglab keldim. Yo, unda gap yo'q. Biz ham xotun degan vatan so'yganda suyimiz biz. Qo'rqmaymiz xotundan. Deb shuning bilan gap chiqib bu uchun tillab ketdi bu. Sen xotuning nimdi shuni degansa. Voy, kirni isbot degansa, kiyim degansa, üzük degansa, nimanda qilasan ey, xotini qo'qib degan mushugi shu. Men undaq emas deb maqtab üzün turdim. Men üzük deb qolmasin, üzük deb qolgan kuni deyishirlar buni ayollar sen kirib qoldi. Qanday qilyapsiz? Qanday qilyapsiz? Üzün appaga yerda oltin halqa zidinib berasizlar. İş kishlar o'tdi. Bu tövbe qildim xudoyimdan. Bulan turmush degan shunday yaxshirab, yangi uylarni silib, bu mashina bo'ldi, turib qo'yib qoldim. Bu ayib ish emasmi bu?
Ya ben ana degan emas. Men shu hurmatli asosda Allah. Hurmatli asosda ayolınız kelmeganda bilganda? Ya qaysinglim keldi. Qaysinglingiz keldi. O shu analık mecburiyetten adak öyle 2 yaş kızımga qarab qoldi. Demek siz ayolingizdan qat'iy qo'rqmaysiz, ha? Yo'q, hurmatlayman. Lekin qo'rqmaysiz. Ama ekranda uyda ko'rdi ayolingiz. Buni bilasiz? Teşular. Yumor hamda. To'g'ri. Amaliyotda ayollarni hurmatlash eng aqlli erlarning ishi. Yumoringizdan hammamiz huzurlandik unda bo'lsa, sizning orzuyingiz? Hamda mening orzuyim shundan oddiy, lekin menga nisbatan shunda ahamiyatli orzuda bu. Men bir odam deb keldim bu yerga. Bir odam izlab keldim. O'tganlarda mush Urumchilik chiqibmi, shu idorasi izlab bordim. Biye gitip yığın getirdi, telefon numarını taptım. Hem doğrusa, lekin telefonunu fakat alak kılşamdık. Fakat telefonda la, ben katibi palançı deydi de şununla açığım dedim. Bir gün ordumda şununla açığım muşunun üstünde de yak telefonun rengli kuğunak deyimiz ma. Ben palançı efendimden mayna deydi şununla açığım bir yaptım dey. Kapıma ablat malım gerek koyun. 90'da mana bir bal telefon kıptı. 10.000 so'mlik bir soda var deb shu gapni nima qilib oldim. Men maqsadim ham shu yosh qarg'anchi Ablat Abdullah efendim bilan ko'rish maqsadida bir şey geldim. Ablat malım assalomu alaykum. Voh. Ablat bilan ko'rishish uchun keldingizmi? Orzuyingiz Ablat bilan ko'rishish. Bu ko'rishish, hozir ham bir salom qo'ymadingizmi? Endi yuzam, ham rostlansam. Hemen 2008 oliy maktab bitirib Michonda men o'qigan kasbim buni kapshallash, bunaqa Diyanxan Chixan deymiz. Shu Michonda bir Po'latdumir shirkatida ishlash jarayonida 10 putimga bir 10 metr uzunlik 300 necha kilo ganjan ostida qapqat. Hozir bu 10 putimga shu maktab bitirish nimasida. Shuning bilan 2 yil jarayonida davolanib chiqdim. Endi normal harakatim biza chaynab qoldi. Men putlan 2 soat oliq bo'lganiga, paqvoniga. Shuning bilan endi o'lgirak deb men dedim. Men so'da qilay. Kichigimdan qiziqligim shu. Shuning bilan bu cho'nglar ummidi. Yo'q, sen 2 yil mundaq qilding, ham biz bo'ldi. Sen ishlaysan deb shahar qurish istedim. 90 oylik. Ham shu amallik sug'ur shirkat ishladim. Yana shu o'zimning so'da qilgan arzuyum kuchligidan yan chiqib istispo berib shuning bilan so'g'oqsay yasashni o'rgandim. Bir ustamdan 2-3 oy so'g'oqsay qildim, to'y to'kinlar qildim, neza chiroqlar qildim. Shu to'pbash taqib hali paysin ko'rdim. Ko'rib shu azroq qilib paydan ko'rib sal adamdan ishqab o'y kirib men igilik ishlayman. Menga bir kichik bo'lsa bir do'kon o'rnab beringlar, men bu to'pbash qilma deb cho'g'lan gibi unimay o'kan voy balam 7 o'lchab bir kasgan gap bor. Voy men o gapni qilmang, 7 o'lchadan mening vaqtim yo'q. Biz hozir 2 o'lchab ishlaymiz hozir. Deb shunda oqdangiz import yemeklar degan do'konni ochdim. Ochdim-yu 3-oyda mollarni tiklatdim. Vayrali bo'ldim. Ras. Yana 7 o'lchaga yaxshi kela qoldingizda. Shu cho'g'lan gibi raskandoq men endi aldirab, mening bir kamchiligim bor. Bak, aldiraqsam mencha. Shuning bilan shu mazgilat ham qanday qilay deb ziyonnim topdim. Bu cho'ng bu jamiyatda cho'nglarning ishonchini qoldirgan ish bek bo'lmaydi ishga bu. Chunki uyda biz 2 qiz, men bir tal o'g'il. Men hamdan kichigi. Shuningga eng ko'nglimdan bo'lgan ota-onamning ishonchidan qolganimga pek üzem şunda mana bo'lib qoldi. Shu vaqtlarda shu televizorlardan Ablat malımdan shu ilik tishlash nimasini ko'rdim. To'rlardan ko'rdim. Ko'rib shunda suyunib ketdim. Endi haqiqiy maqsadim bo'lsa, shu Ablat malımga 100 tirani intermediat bo'lsa, shu Intel maktabiga kirib, shu bozor echish nimasida mana bir xizmatni olib, shu Intel bilan adoqchi bilsam milliy kanallarimiz uchun bir tigich yasamni qo'shsam degan umid keldim. Tushundim. Bizda humoristik tuyg'usi bor odam ro'yjatdan haqiqiy sog'lom bo'ladi-ku. Majigit haqiqiy sog'lom yigit ekan. Bu shu Ablat inimizning bek ta'livi var ki.
Birincisi ro'y sog'lom bir balani qabul qilib olmoqchi yo'q hozir bu gaplar. Ikkinchisi xotinni qo'rqmaydigan bir odamni qilmoqchi. Mushu yigitni qabul qilib olsa rasmiy qo'l tutug'idek. İntayin yaxshi ta'riflashlar bo'ldi. Men hamda hozir yigit hamda o'zining hayojonini ko'z yosh orqali ifodalamasdan qalbida bilsa bo'ldi-chu. Men sizni shirkatimizningki Turpan bazarına yetişemez. Şirketimizde 2 aydan 3 ay terbiyelep, onun keyinden Turpan, şundakla Ürümçi diyanınki bazarına yetişilen birge bayan oyluğunuzdek maşinden birini şirketimizdeki namıdın sizge öpürey. Siz muşu bazarına için kolunu kolu tutup mühürünü mürgütürep limanayla işinimizki yaxşı niyetler bir yer kelse yaxşı neticeler çıkı dep oylayım. Rahmet. Undaqda tush markazimizga marhamat qiling. Shirin tushlar reallikqa aylang'isi. 3 2 1 Xo'sh, rahmat. Qarg'anchilar. 130 numar jami erishgan numaringiz 253 muborak bo'lsin. Akmet arzuingizni tanlash o'tganimizga qadam qo'yaylik. Qabul bo'lsin, muborak bo'lsin. Nishon belgilash muvaffaqiyatning tunji qadam bo'la oladi. Xatolik va kamchiligini e'tirof qilish, tajriba saboqlarini yakunlash, shundaqla aktiv ro'y holatini saqlash orqali muvaffaqiyatga texim yaqinlashqili bo'ladi. Egilik tiklash davomida ulgulik obraz tiklagan Ablat Abdulla bilan birlikda ishlash orzusi bilan kelgan Nabijon kutgunidek natijaga erishdi. Ularning hamkorligi utuqliq, birga mangan yo'llari teximi parlaq bo'lgusi. Qarindoshlik, kinolik jon kuyarlikning, yig'iysan qon qarindoshlik, kinolik jon kuyarlikning, usul bahrim adovatlik, jarohatga davom ishlab, jarohatga davom ishlab.
qerindoshlik inanlık can kuyerlikning usul berin adavetlik cerahatga davam eşler Nelsen kat say nazik ulug' insan xislatni Nelsen kat say nazik ulug' insan xislatni Silanda ana rasmi Hüsn şermi haya meşref Hüsn şermi haya meşref Silanda ana rasmi Hüsn şermi haya meşref Hüsn şermi haya meşref Yüksel quyoşdek parlasın pek ruhi milletning Yana yüksel quyoşdek parlasın pek ruhi milletning Bag'ash etsin bu alamni isil nag'ma nava meshrab Bag'ash etsin bu alamni isil nag'ma nava meshrab Isil nag'ma nava meshrab Yana yüksel quyoşdek parlasın pek ruhi milletning Yana yüksel quyoşdek parlasın pek ruhi milletning Bag'ash etsin bu alemni isil nag'ma nava meshrab Bag'ash etsin bu alemni isil nag'ma nava meshrab Isil nag'ma nava meshrab Yana yüksel quyoşdek parlasın pek ruhi milletning Bag'ash etsin bu alemni isil nag'ma nava meshrab Rahmat. Şirin Çüş programımızın sahnesini qaynam taşqınlıq çöndürdüңлар. Rahmat sizlarga. Özüңlarni bir tunishtirib o'tamsizlar? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ekran oldida ko'rganlar. Assalomu alaykum Nahmaydondagi tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum Shirin Shugilning ijodkori bo'lgan milliy korxonchi ustozlar. Assalomu alaykum Shirin programmamizga barliq jafakash akalar. Hammalaring ushbu vaqt xayrli bo'lsin. Azizam Qashqarning orqa gulligi, ya'ni Qo'g'in yurtimiz shahar deb nom olgan go'zal Fayzot o'g'lani Abdukirimdan hammalarga o'tib salom va oliy ehtirom. Abdukirim, siz o'zingizning Shirin tushingizni Shirin sahnasiga olib keldingizmi yoki uchinglarning Shirin tushimi? Abdukirim, siz o'zingizning Shirin tushingizni Shirin sahnasiga olib keldingizmi yoki uchinglarning Shirin tushimi? Do'stlarim bilan o'zim. Do'stlarim bilan o'zimning degan gap uchinglarning degan gap bu. Uchinglarning shundami? Unda bo'lsa, uchinglarning kollektiv orzusi bilan keldinglarmi? Yoki siz jiddiylik ketma deb ishkilarni tang chaqirib oldingizmi? Bildi tutib turinglar deb. Kollektiv orzu. Kollektiv orzuma? Unda bo'lsa, qolgan ishkilarni o'zini tunishtirasizmi? Bo'ldi. Assalomu alaykum Nahmaydondagi tomoshabin do'stlar. Mening ismim Ilyas. Shinjon san'at instituti usul fakultetining o'quvchisi. Ilyas, qarshi olamiz. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Men o'zim Shinjon san'at institutining usul fakultetining o'quvchisi. Rahmat. Ismingizni unutib qoldingiz-a deyishni? Ismim Niyozali. Niyozali. Undaqda endi orzuyingizni deb bering. Hammamizga ma'lum, mehr-muhabbatsiz dunyodan ig'zoch qilib bo'lmaydi. Shirin programmasi orqali nurg'un ahamiyatli shirin ishlar amalga oshiriladi va shunaqla nurg'unlagan sunuq dillar umid va ishonch to'layotdi. Va turmush yo'lida chiqish yo'lini topolmayotgan nurg'un qarindoshlarimiz o'zining muvaffaqiyatli qadam qo'yotdi. Shundoq ko'z yosh qilishga, ta'sirlanishga arzigidek bir so'rinni uyushtirgan akalarga albatta rahmat aytmay turolmaymiz. Shunlashqa Naqshan va do'stlarimning usul orqali saxovat bobidan o'rin olgan shu parishsifat korxonchi ustozlarimizga va shundoqla Shirin programmasini planlab uyushtirgan va Shirin programmasining taraqqiyoti uchun uzluksiz jabhat atayotgan barliq akalarga qizg'in rahmatimizni bildirish uchun bu sahna turibdimiz. Demak, sizlarning orzuyinglar shu jamiyatimizga mehr-muhabbat, umidvorlik, insoniylik, ijobiy kuch taqatayotgan Shirin Çüş programmasizdagi barliq munosabatli kishilarga rahmat aytish shundaqmi? Boshqa orzuyinglar yo'q sahnamizda.
Oy, rahmatçımız sizlarga. Rahmat. Sehiy qo'llaringlarga ko'z tegmasin, mehr-muhabbat rishtasi mangu davom etsin. Basqan izinglardan gullar unsin, mehr-muhabbat gullari texim puraklab yashilsin. Armag'aysizlar. Rahmat Buningdan sizlarga. ishlarlarning teximi qutlug' va ro'naq deb chiqayotgan. Rahmat. Rahmat. Abdukerim, hozir mush gap so'zlaringizni anglab, sahnada va sahnaninki kaynida jaboli xizmat qilayotgan barliq kasbdoshlarim, barliq xizmatdoshlarim ardiq chiqqandek bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bilan bir vaqtda bizning she'rin tushlarning madadkori bo'lgan korxonchilarimizning chehriga tabassum paydo bo'ldi. Ularni intayin xursand bo'ldi deb qaradim. Mushu munosabat bilan she'rin tush programmamizni izchil qo'llab kelayotgan, bizga madad ilhom berayotgan, xatoliklarimiz, kamchiliklarimizni ko'masga sap turib, bizni izchil qo'llayotgan suyimli ko'rmanlarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Umidinglarni oqlash uchun, sizlarga mehr-muhabbatni yetkazish uchun, sizlarga eng yaxshi mazmunlarni yetkazish uchun davomli tirishchanlik ko'rsatamiz. Rahmat sizlarga, Abdukerim inim uchunlar sizlarga rahmat ishtinim. Rahmat sizlarga. She'rin tush programmamizda she'rin tush arzu armonlar reallikqa aylangusi, arzu armonlaringlar reallikqa aylanib bo'ldi. Shundoq bo'lsa-mu, bizning aziz mehmonlarimiz yoki korxonchilarimizning ko'nglidagi so'zlari bo'lishi mumkin. Anglab baqamdiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yigitlarimiz kim bular? Bizning nihoyatda mush dunyoda mol pichak bilanla saxovat qildigan ish yo'q. O'zimizning tabassumi va mushu ikki bo'g'imliq bir so'z bor. U bo'lsa-mu rahmatdan iborat. Rahmatmi bizga eng yaxshi saxovat hisoblandi. Sizlarga rahmat. Rahmat. Mush jamiyatimizda hozir bir narsani man qippasun deydiganlar ko'p. Men qippiray deb sizlardek maydonga chiqdiganlar oz. Mushu oz va soz qalbinglar uchun, himmatinglar uchun men mushu o'zim nomidan chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizning ma'vo programmani qo'llaganligingiz, butkul xalqni qo'llaganligingiz. Mening tavsiyam bo'lsa, har bir xalqda, har bir insonda, har bir xalqda mana shunda qo'llashda bo'ladi ekan, taraqqiyot, güzellik, hamma narsa mujassamlandi deb qarayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Bir inson suvning teki tugab ketib qolsa, o insonning o'ylaydigini faqatla birli tiniq ilib bilish. İnsanның kallasiga o'limdan iborat bir vahima kelgan vaqtda, u odamning o'ylaydigini faqatla birdan bo'lsin yashab olsam deb o'ylaydi. Uning kallasiga mol dunyo yoki huquq obro'y kelmaydi. Shunda deymizki, huquq obro'y pensiyaga chiqguncha, pul mol dunyo hajlab tuguncha qilgan yaxshilik qiyomatgacha deymiz. Bo'lsa qarindoshlarimizninki tingan har bir tiniqqa minnatdor bo'lib yashashni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Gerçi arzu armanlaringlar sahnimizda reallik aylanib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin menimcha nurg'ungan ko'rmanlarimizning qalb sadosini olib keldinglar deb o'ylayman. Shunglashqa bu arzu armanning salmiqsal ig'irroq, shundoq bo'lg'achqa tush markazimizga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Rahmat, tarqanchilar. Ta'tilmay ko'tiraveringlar, sizlarga rahmat aytib bo'lgan keyin. To'liq numur 150 numur shundoq bo'lganda, jami numringlar 273 muborak bo'lsin. Rahmat. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiliga
qadam qo'ygan bo'ldinglar. Muborak bo'lsin. Rahmat, qalbinglardagi minnatdorlik tuyg'usini mangu saqlab, sizlar uchun mehrini bergan barliq kishilarga mushu minnatdorlik tuyg'uringlar bilan javob qaytirishinglarga tilakdoshman inlarim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yoshlik o'tlari vujudini o'rtab turgan bu 3 yigit qizg'in naqsh usuli bilan sahnamizga hayotiy kuch ato qildi. Ularning Sherin tush programma guruhiga Sherin tush madad rahmatini bildirish orzusi naq maydonda amalga oshdi. Programmamizning algi yoqqidek bo'lib tarqatilishi uchun kecha-kunduz jafoliq ishlayotgan, Sherin tushlarning parvozi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan barliq xizmatdoshlarimizning bu rahmat so'zlari bilan hardog' chiqqandek bo'ldi. Programma guruhimiz mushu munosabat bilan Sherin tush programmasining barliq ko'rmanlariga va qo'llovchilarga samimiy rahmatini bildiradi. Programmamizning bundan keyingi sonlarining texmi yaxshi chiqishi uchun davomli tirishidi. O'zini ta'sirlantirgan Sherin tush mayrini tanlab, Yanfon, Tor va Undidar salon orqali bilet tashlab qo'laydiganligini bildirsa bo'ldi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar programma guruhimiz ta'minlaydigan isil sovg'atlardan bekirman bo'la oladi. Yanfonda qisqacha orqali bilet tashlash usul bo'lsa, mundaq. O'zini ta'sirlantirgan mayrining rad nomerini oldiga 11 ni qo'shib 106 266 19 ga uchir yo'lisi bo'ldi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.chikit.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayrini tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Unidar salonida bilet tashlash usuli mundaq. Ko'rman do'stlar, Yanfondagi Unidar orqali ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skarnlash yoki salon nomini kirgizish orqali Sherin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayriga bir bilet tashlalaydi. Sherin tush programmasi davomli mayri qabul qildi, albatta tizim shaqqiy ilinmaydi. Sherin tush programmasi qatnashib xohlaydigan do'stlar, ekranda ko'rsatilgan Sherin tush liniyasiga telefon qilib va yoki www.chikit.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texmo tafsiliy mazmunlarini Sherin tush programmasidagi organ salonini qo'shib olish va yoki UI Nova to'riga chiqib ko'rib olsangiz bo'ldi. Biz Ixlos Sherin tush programmamizni alayda qo'llagan Xinjiang Ixlos kasbiy taraqqiyot chek sheriktiga va shunaqla Ixlos Sherin tush programmamizni alayda talab qilgan Xinjiang Sabiylay kasbiy taraqqiyot chek sheriktiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Kanaldagi qadrli ko'rman do'stlar, Ixlos Sherin tush programmamizning bu sondagi sarxil mazmunlari mushada oxirlashdi. Texmi rangdor texmi o'zgacha mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, har payshanba kuni soat 8 dan 40 minut o'tganda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Sherin tush